istiqlol sharofati bilan yoshlarimizning chuqur bilim olishlari, kasb-hunar egallashlari, o'zlarining iqtidorlarini namoyish qilishlari uchun keng imkoniyatlar eshigi ochib berildi. Bugun kelajak vorislarining fan sirlarini puxta egallashlari uchun zamonaviy maktab, litsey va kasb-hunar kollejlari eng ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan o'quv xonalariga ega. Ana shunday o'quv maskanlaridan biri Andijon kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kolleji. Kollejda zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan o'quv xonalari tashkil etilgan bo'lib, kompyuter sinflari, laboratoriya xonalari, ikkita lingofon xonasi, sport zali, o'quvchilar uyi va oshxona yoshlar xizmatida. O'quv maskanda Germaniya taraqqiyot banki tomonidan jihozlangan dasturlash, veb dasturlash va dasturlash injiniringi, kompyuter va kompyuter tizimlarini sozlash va ta'mirlash texnika, axborot va kommunikatsion texnologiyalar tizimlarini ishlatish bo'yicha texnik, pochta aloqasi xizmatlarini tashkil etish bo'yicha mutaxassis yo'nalishlari bo'yicha 1065 nafar o'quvchi tahsil olayotgan bo'lsa, ularga 62 nafar malakali o'qituvchilar ta'lim sirlaridan saboq berib kelmoqdalar. Ta'lim jarayonida har bir mashg'ulot yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib o'tilmoqda. Kollejda o'qitish tizimiga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng jalb etish, ta'lim sifatini oshirish, iqtidorli va ijodkor o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirib borish borasida olib borilayotgan ishlar e'tirofga loyiq. Shuningdek, kollejda o'quvchilar bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun 30 dan ortiq to'garaklar ishlab turibdi. O'quvchilarga bu kabi e'tibor tufayli ular turli fan olimpiadalarida, shahar, viloyat bosqichlarida yuqori o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqdalar. Bitiruvchilardan Shehzod Muhammadjonov va Saidjamol Ikromovlar ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatidagi Linkoln universitetida tahsil olishmoqda. Kollejda o'qiyotgan o'quvchilar orasidan sportning boks, sambo va dzyudo turlari bo'yicha viloyat va respublika chempionlari, turli ko'rik tanlovlar g'oliblari mavjud bo'lib, ular bilim dargohining nufuzini yanada yuksaltirishga xizmat qilishmoqdalar.